tunmi? 7 tun bor ekan. Shu avlodimizdan qo'ygan baliq. Mashina saqlab kelyapmiz, xudo xolasa. o'zi ham qanotlari ham juda chiroyli ekan-a. Mana necha kiloli baliq shu hozir? Bu hozir 3 kilo, 4 kilo. Bu qancha ikra qo'yadi bitta qo'yishda? Bitta qo'ygan 2 million dollar ikra qo'yadi. 2 million a? 2 million. O, qarang. 2 million. Bebaho ekanda. Shu bebaho baliqni sotsangiz, biz Andijonga olib borib bir ko'lga tashlamoqchi edik. Lekin nasib qilsa, lekin bu baliqni bizni avlodlarimizda qolgan baliqlar buni sotamiz aka. Narxi bebaho. Qo'l tashlang. 500 dollar bersam sotasizmi? 500 ga sotmaysizmi? 1 million 1000 dollar bersam-chi. Baliq, tumshuvlar, qarang, kelishgan yerini qarang. Vol qarang. Bu haqiqatda shirin baliq ekan. Men hozir hozir yegan balig'imizdan yegan balig'imiz o'sha mashina avlodlar. Mana shu oshnam gap qolmasa 2000 dollar beraylik, olib ketaylik shu baliqni biz ham bola olamiz. Bo'lmaydimi? Haqiqatda shirin ekan. Bu baliqning bahosi yo'q. Ko'zini qara, ko'zini. Og'zini ochishini qara, ancha-muncha baliq bunaqa og'iz ochmaydi. Keling bitta narsa, ketamiz. 3000 beramiz. 3000 ga ham bermaysiz. 4000 bor baraka. Ketaveraylik mol olmasdan. Bu bolasidan berasiz bo'lmasa, urug'laridan. Hop, oxiri bitta so'rab qo'ydi bering. 5000 dollarga berasizmi? Bering 5000 ga. Mana shu Ulug'norda Orzuxon aya baliqchilik xo'jaligida Asadullo shunaqa baliq bor ekan. Gap bo'lishi mumkin emas, endi nasib ekan boshqa kelamiz. Suvga qo'yib yuboramiz endi buni.